Instagramda bekin olib, birovni onasidan haqorat qiladigan iflos odamlar chiqibdi. Iflos deyishimga sabab bor. Kecha bitta reels qo'ysak, onamizni haqorat qildi. U fake akkauntmi, yo o'zini akkauntimi, bizga uni qizig'i yo'q, lekin bekin olganligiga men amin bo'ldim. Na nomeri bor, na o'zi bir narsa qo'ygan. Bunaqa odamlarga bitta murojaatim bor. Bunaqa ifloslar men negativ yozsa ahamiyat bermayman negativga, lekin onani haqorat qilsa bu endi chidab bo'lmaydigan narsa. Onani haqorat qilgan odam javobini bera olmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Instagramda bekin olib birovni onasini so'kayotganlar, sizlarga bitta gapim bor. Birovni onasini so'kib bekin olib yurgandan ko'ra, sizlar so'kayotgan odam sizlarni onanglar bilan unaqa ish qilishga vaqti bo'lmaydi. Vaqtini unaqa narsalarga ajratmaydi. Tushunib olinglar. Birovni onasini so'kayotsanmi, seni onangni birov shunaqa qilishga rozisan, bilib qo'ygin. Ifloslar.